Nemşehit Ermiye Eli Sayrami xotirasiga Abdori Abdurahim G'ini Uyg'ur. Bugün 8 ayning 24 kuni Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotining danglik peshvolaridan biri bo'lgan mashhur shoir, ma'rifchi, jurnalist va jamoat arbobi Uyg'ur klassik adabiyoti bilan hozirgi zamon adabiyotini bir-biriga tutashtiruvchi ko'rik degan faxrlik nomning egasi bo'lgan Nemşehit Ermiye Eli Sayrami Xitoy tajovuzchi hukumati tarafidan xo'rlanib bu dunyo bilan mangulik xo'shlashgan kun. Bu munosabat bilan marhumni cho'nqur seg'inish ichida yod etish bilan uning Uyg'urlarning ijtimoiy va ma'naviy hayotiga ta'sir ko'rsatgan ish izlarini eslashni bir vijdoniy burchim deb bilib bu yazmini huzuringlarga sundim. Nemşehit Ermiye Eli Sayrami 1906 yılı Sharqiy Turkistonning Boy nahiyasi Sayram yezisining Terakqog kentida bir ma'rifatparvar oilada dunyoga kelgan. Uning oila muhiti uning ideyasining shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Nemşehit kichigidilla zulmga, jaholatga qarshi isyonkor ruhni yetildirgan ham bu xil ruhni hurlikka erishishning, ma'rifatlik bo'lishning, yuksak vatanparvarlikning xormas energiyasiga va ijodiyatdagi harakatlantirgich kuchga aylantirgan. U yezisidagi diniy maktabda savod chiqargandan keyin 1922 yildan 1928 yilgacha Boy va Kuchodagi madrasalarda o'qigan. Bu chaqda uning xalq qo'shiqlari shaklida yozgan Bozor va Mazar nomli tunji she'rlar to'plami qo'lyozma holatda el ichiga tarqalgan. 1929 yili u Qashqarga berib, shu zamonning danglik ilm markazi xonlik madrasada o'qigan. Bu mezgilda u Madara Ayzam cho'ng yarashtirish nomli she'rlar to'plami bilan muhabbat temasida yozilgan Anvarul Huda Haqiqat nurlari nomli qasidasini yozib, shu chaqdagi hukumatning adolatsizligi va milliy zulmni etib bergan. Buningdan ansirgan Jinshurin hukumati uning asarlarini cheklagan. 1933 yili Qashqarda Jinshurin hukumatining mustabid hukmronligiga qarshi xalq qo'zg'oloni portlaganda Ermiye Elimu bu qo'zg'olonga aktiv qatnashgan ham bir qitimliq jangda bo'yniga o'q tegib hayotidan ayrilg'ili tas qolgan. Shunga u doktorxonadan saqayib chiqqandan keyin yozgan she'rlarini Nemşehit, Yerimjon degan taxallus bilan e'lon qilgan. U yurtiga qaytib kelgandan keyin yangicha ma'rif va oqartish ishlari bilan aktiv shug'ullangan. 1936 yili 2 oyda Bilim ishqida nomli mashhur she'rini yozib, butkul O'rta Osiyoda zilzila paydo qilgan. 1936 yili Aqsu viloyatlik Uyg'ur madaniy oqartish uyushmasi Aqsu uchuri keyin Aqsu gezitiga o'zgartirilgan. Nomli gezit chiqarganda shoir Nemşehit bu gezitda 10 yil mas'ul tahrir bo'lgan. 1943 yili 9 oyda u Shingsay hukumati tarafidan Aqsuga surgun qilingan shoir Lutfullah Mutallib bilan tanishib, Uyg'ur millatining oqartish ishlari uchun birlikda xizmat qildi. Qo'shimcha Nemşehit Ermiye Eli Sayramining inisi ko'zga ko'ringan ma'rifchi Abduqodir Eli 1945 yili 9 oyning 18 kuni o't yurak inqilobchi shoir Lutfullah Mutallib bilan birlikda Gomindang hukumati tarafidan jaduga besib vahshiylarcha o'ldirilgan. Nemşehit bu mezgilda Uyg'ur xalqi orasiga keng tarqalgan Ming O'y va Farhod Shirin haqidagi rivoyatlarni to'plash, ratlash va tadqiq qilish orqali Ming O'y va Farhod Shirin nomli mashhur dastonni yozib Aqsu gazetida, keyin atalmış Şinjan gazetida e'lon qilganda xalq orasida kuchli ta'sir qo'zg'aydi. Bu daston xamisachilik shakli va uslubini ulgi qilgan bo'lib, dunyoviy ulug' shoir Alisher Navoiydan keyin
bu o'lmas temini o'zgacha tafakkur va badiiy iste'dod nuri bilan yoritib berdi. 1948-yili uni o'z xarajati bilan kitob qilib bostirib tarqatdi. U yana xalq orasidagi rivoyatlar asosida Layli Majnunni opera qilib sahnalashtirdi. Bu asar Lutfulloh Mutallibning G'erib Sanam, Tahir Zuhra operalari bilan birga avval Aqsuda, keyin boshqa nahiyalarda sahnalarda o'ynaladi. Orqadilla ular Ming O'y va Farhod Shirin dostonini sahnalashtirishga kirishdi. Biroq shoir ig'ir o'pka va mingi og'riqiga giribtor bo'lib qoldi. Do'stlari uni shu chog'dagi Aqsu viloyatlik doktorxonaga olib tekshirtganda, doktor davolashdan bosh tortib, bu odamning kesili ig'ir, 40 kunga qolmay o'lib ketadi. Buni darhol urug' tuqqanlarining qo'liga topshirib beringlar deb hukm chiqardi. Aqsu gazetxonasi davolashdagi chiqimidan qochib, shoir Nimshiyitni ishdan bo'shatib etdi. Shuning bilan shoir qo'lida bor mol-mulkni setib, uning puliga kira qilib, 1945-yilning may kunlarida tug'ilib o'sgan yurti Bay nahiyasining Tezak qog'i kentiga yetib kelib, Uyg'ur tibobati bo'yicha davolanadi. Allohning shifolik berishi bilan salomatligi tezla asliga keladi. 1945-yili 7-oyning 5-kuni Sharqiy Turkiston hukumati Milliy armiya bosh qo'mondonlik shtabi Sharqiy Turkistonni Gomindang tajovuzchi hukumatidan ozod qilish uchun Aqsuga yurish qilish to'g'risida qaror chiqardi. Bu qarorga asosan 1945-yili 7-oyning 18-kuni general Sopaxin Sovrov otliq qo'shinni boshlab Aqsuga qarab yo'lga chiqdi. 8-oyning 8-kuni otliq partizanlar atirti 3 yo'lga bo'linib, Bay nahiya bozorga hujum qilib, Bay nahiyasini ozod qildi. Nimshihid 1945-yili 10-oyda Sharqiy Turkiston armiyasining Aqsuga tushgan qismi bilan birga G'uljiga bordi. Ham Milliy armiya bosh qo'mondonlik shtabi tashkil qilgan tarix yezish ishxonasida ishlaydi. 1948-yili İttifaq jurnali tahrir hay'atining a'zosi bo'lib saylandi. Bu mezgilda u Ming O'y va Farhod Shirin dostonini to'liqlab yezib, Ili gazetida e'lon qildi. Ham o'z xarajati bilan 3000 nusxa bostirib tarqatgan. U bu jarayonda she'riyat bilan shug'ullanib qolmay, yana sahna asri ijodiyati bilan shug'ullangan. 1949-yili Xitoy kommunist hukumati Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati amaldan qoldirilganda, G'uljidan yurti boyga qaytib kelib, onasi va qarindoshlari bilan birga oddiy fuqarolik turmushini kechirgan, ham davomli ijodiyat bilan shug'ullangan. 1956-yili Xitoy haj vakillar o'miki tarkibida 10 ga yaqin davlatda ziyoratda bo'lgan. Shu qitimqi safar jarayonida u Seg'indim nomli mashhur she'rini yezib, kuchli ta'sir qo'zg'agan. Nimshid o'zining 43 yillik ijodiy hayotida nurg'un she'rlarni, balada, doston, operalarni yozdi. U Uyg'ur klassik adabiyotining isil an'analariga ijodiy varislik qilib, orzu vaznlik she'r shaklini mazmun jihatda yuqori pallaga ko'tarib, o'z davrining ilg'or ideyalarini kuylagan. Uning she'r dostonlari tilining ravonligi, tushunishlikligi, turoq va ritmlarining tankashligi, qofiyalarining to'q va go'zalligi jihatda bugungi zamon Uyg'ur she'riyati uchun yaxshi namuna bo'lgan. Shoir har xil stilistikalik vositalardan mahirlik bilan foydalanib, o'z fikrini cho'nqur she'riy hissiyot va jonliq she'riy obrazlar orqali ifodalagan. Shoirning o'z vaqtida bir qo'liga qalam, bir qo'liga alam elib, Uyg'ur xalqining ozodlik ishlari uchun singdirgan jafoliq amgaki uning kurashchan jangovar hayotining timsoli. Afsuski, shoir zo'r ijodiy qizg'inlik bilan Ming O'y va Farhod Shirin dostonini oxirgi qitim to'liqlab yezib bo'lib, Go'r og'izdan yong'anda nomli she'riy romani va Yusuf Zilayxa dostoni ustida jiddiy ishlayotgan kunlarda
atalmış medeniyet zor inqilabının qar kölengisi onun qimmatlik ijodiy emgeklerini vayron qiladi. U mislsiz xo'rliq, azob uqubat va nohaqchilikka uchrab 1971 yili 8 ayning 24 kuni bu dunyo bilan mangulik vidolashidi. Shoir vafot bo'lgandan keyinmi yerlikida aram xudo yetish huquqiga erishalmagan. Uning murdisi inson qalbidan chiqqan rahimsiz muomalaga uchirgan. U vafot bo'lishdan ilgari kindiq qeni to'kilgan yurti tezak qog'uda yetishni vasiyat qilgan bo'lsa-mu orzusiga yetolmagan. Uning ayoli bu aqalli vasiyatni o'rindashqimi amalsiz edi. U zar-zar yig'ilgan holda atrat katavashlarga tavut va namozini tushirib yerlikka qo'yishga odam berishni iltimos qilgan. U chog'larda masjidlar chiqib tashlang'ashqa tavut atrat iskilatida saqlanatdi. Yuriki qozonning kuyisidek qardab ketgan bir qizil g'alcha tavutni berishga bo'lmaydi. Chunki tavut zaharlanib qoladi. Uning jasadini qabristonlikqa qo'yishga bo'lmaydi. Chunki o'liklarni zaharlaydi degan. Shuning bilan uyning birdan-bir mulki bo'lgan karvatning puti elib tashlanib tavut qilingan. Zaharlansimi mayli deb qaralgan 4 xil unsurdan 3-4 tavutni ko'tirib mahalla va qabristonlikqa jiroq bo'lgan cho'l tog' bag'ridagi julg'un tuyiga elib berib ko'mib qo'ygan. Tajovuzchi Xitoy hukumatining Uyg'ur sarxillarini yo'q qilish siyosiy suiqasdi burundan tortib davomlashib kelayotgan bir siyosat bo'lib, Uyg'ur millatining o'yg'oq ziyolilarini turli bahonalar bilan yo'q qilib kelmoqda. Bugungi kunga kelganda necha minglagan Uyg'ur sarxillari Xitoy tajovuzchi hukumatining Uyg'urlarga qarta elib berayotgan irqiy qirg'inchiligining qurboni bo'lib, jazo lagerlarida inson qalbidan chiqqan xo'rliqlarni boshdan kechirmoqda. Biz ularning ish izlarini aslash orqali ularning ruhiga varislik qilamiz. Ularni unutmaymiz va unutildirmaymiz. Manba Sherif Niyoz Xushtar, Sharqiy Turkiston yaqinqi zamon tarixida o'tgan shaxslar. Nabijon Tursun, Uyg'ur umumiy tarixi 5-tom. Tordagi boshqa manbalar. Yezilgan vaqti 2022 yili 8 ayning 18 kuni. Mikrofon oldida Qaraxon.